Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kontroller qo'shib ko'ramiz. Birinchi controllers papkasida o'yin tugmani yozib, добавить controllerni tanlaymiz. Inglizcha versiyasida add controller. Добавить новый shablon oynasi chiqadi va u yerda controller MVC pustoyni tanlaymiz. Keyin kontrollerimizga nom berib olamiz. Product controller deb nom berib, добавить yozamiz. Controller fayli ochilgandan keyin e'tibor bersak, view yozuvi qizil bilan ko'rsatilgan. Buning sababi studiya bu faylga view fayl topolmaganligi uchun qizil qilib belgilab qo'ygan. Keling, endi shu kontrollerga view yaratamiz. O'tgan darsda ko'rganimizda products kontrollerga products papka bo'lishi kerak. Uni yaratib oldik. Endi view yaratamiz. Buning uchun hozir yaratgan papkamizda o'yin tugmani bosib, добавить tanlab, undan component razor tanlaymiz. Va bu yerdan представление razor pustoye. Inglizcha versiyasida razor view empty bo'lishi kerak, adashmasam. View faylimizni ham yaratib oldik. Endi uni ochib turib, uning ichidagi barcha tekstni o'chirib yuborib turib, home papkasidagi indeksdan view data blokini ko'chirib turib, shu faylga tashlaymiz. Home page yozuvini mahsulotlarda o'zgartirib qo'yamiz. Home papkasidagi index view faylda home page'ni asosiy deb o'zgartiramiz. Undan keyin products papkasidagi viewga kiramiz va qo'shimcha tekst qo'shib qo'yamiz. H1 tagini orasida istalgan tekst bo'lishi mumkin, farqi yo'q. MVC ga aloqador bo'lmagan kodlarni tezlashtirib o'tkazib yuboraman, chunki bu bizni kursimiz mavzusi emas. Yozuvimizni yozib olgandan keyin klaviaturadan F5 tugmasini yozamiz yoki studiyadan run tugmasini bosamiz. Tugmasini yozamiz. Ilovamiz ishga tushadi. Navigatsiya menyusida productsga havola bo'lmaganligi uchun brauzerda products deb yozsak, hozirgi faylimiz ko'rinadi. Ilovani yopamiz. Va layout view ga kirib turib, productsga havola qo'shib qo'yamiz. Oldin home asosiyga o'zgartiramiz. Tagini ko'chirib ASP controllerga products deb yozamiz va havola nomini asosiydan mahsulotlarga o'zgartirib qo'yamiz. Endi ishga tushirib ko'ramiz. Havolamiz paydo bo'ldi. Mahsulotlarga yozsak, products view kelib chiqadi.